Yaqin. Labay. Bitta qiz bilan gaplashib edim. Akasi bilib qolib ko'rishib gaplashib olamiz deyapti. 3 kundan keyin strelka belgiladik. Nima maslahat berasiz? Shoshilma bola. Erkakchilikka urush qilishdan oldin birinchi duxuni olish kerak. Yo'q. Ha, zalga chiqamiz. Shug'ullanganing Instagramga qo'yib boramiz. Bizni kimligimizni bilmoqchi bo'lganlar oldin biz bilan ko'rishib ko'rsin. Ketdik. Hay, ketdik. Bu nimaga? Shu turishingga rasmni olib Instagramga joylayman, ko'rgan odam duxiga o'ttiradi. Ha! Ha, davom etamiz. Oy, oyog'im. Endi nima qilamiz? Endi mana shu mashinani ko'tarasan. Nimaga? Sen agar o'zingni ot deb o'ylasan, senga o'xshagan 10 ta ot kuchiga ega bo'lgan mashinani bir qo'llab ko'taraman deb istoriya qo'yasan. Keyin qo'rqadimi? Qo'yadi. Davaychi, men senga ishonaman. Nima bo'ldi? Bel sindi menimcha. Zato istoriya zo'r olindi. Sen seni mi gapirgan? Ha, men. Sen strelga chaqirding meni. Men chaqirdim. Bu kim? Juram. Yo'q. Sizlar meni urgan keldinglar hozir. Ha? Yo'q, urgan kelganimiz yo'q. Aka, shuni urib nima qilasiz? Qarang, beli singan, oyog'i singan bechora nima qilasiz urib? O'zi xudo urgan ekan. Sen bekki. Aka, Instagramingiz yo'qmi sizda? Vaqtim yo'q Instagramga. Kachoglar. Abbos aka duxini olamiz dedingiz, balo ham bo'lmadi-ku. Bundan keyin Instagramga kirmayotgan yo'llar bilan meni razborga chaqirma. Bular duxini olib bo'lmay ekan baribir.